Ot o'ta esli. Bemalol Maşallah. yosh bola ham Maşallah. orqasida yuraveradi. Akalar savlatni ko'rgan odam bitta to'g'risi gap. Nima deydi? Turishiga hayron qoladi, ammo jonivor bitta. Qiziqadigan tomoni o'ta odamga eslik ekan. Barchaga assalomu alaykum. Xayrli kun akalarim. Xo'p, biz turgan manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani, xudo xolasa, to'yligidan boqilgan. Yaxshi otni inshaalloh sotuvga qo'ydik. Hozir ma'lumotni chiroyli qilib Bekzodjon o'zidan olamiz. Biz boricha ko'rsatamiz. Xato kamchilik uchun uzr akalarim. Like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Jigar, tinchmisiz? Rahmat aka. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Bu jonivorni endi shu kungacha yetkazibsizlar. Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Yaxshilikka sotamiz. Inshaalloh aka. Endi ma'lumotlarni bering. Akam sekin yengil bostiravering-da. Biz ma'lumotlarni beraveramiz. Bosavering. 6 ga to'ladi. Bahor 6 ga inshaalloh. 21 qulini. Inshaalloh. Bu yil otni uloqlarga olib bora olmadik. O'tganlar rosa o'yin qilib marralar qilgan, 40 dan oshiq marralar qilgan. Mashalloh. To'xtalib qopti-da endi bu yil, ha? Sog'mabdi ham jonivor. Bilinib turibdi o'zi, sog'magani ham. Ko'z tegmasin. Semirib. Boquv zo'rmi yo o'zi shunaqa, forma shunaqami? Boquv zo'r. Ha, forma ham zo'rdek. Forma ham zo'r inshaalloh. Umuman yeb ichdidan tabi yo'q. Ha, jonivor ko'z tegmasin. Mashalloh. Bo'yi qanaqa jigar? Xudo xolasa 175 ta atrof, 175 dan ham baland chiqadi, xudo xolasa. Polvon qaytarib qo'yinchi. Mashalloh. Akalar, bitta narsani aytaman. Jonivor turishiga juda yengil ekan. Faqat ko'p qiynamaymiz, sababi eti o'ta baland akalarim. To'g'risi gap. To'xtalib qopti jonivor. Vaqt qilish olmabdi, ishlar bilan bo'lib boshqada. Buni aka har bir uloq sezonda polvonlarga beramiz. 3000 dollardan oshiq yiliga sarflaymiz. Rasxoti, ularga berish, uloqlarga olib borish. Ana akalarim, endi nima deymiz? Endi o'sha bizda sharoit bo'lmay qoldi, bunga sarflab netgan. Shunga yaxshilikka sotamiz, xudo xolasa. Mana akalarim, jonivor endi har bitta narsani orqasida mehnat bo'ladi. Ilohim mehnatiga yarasha bir yaxshi ot bo'lsin. Mehnat zo'r bo'pti. Qadrlaydigan mehnat bo'pti. Boquv zo'r akalarim. Jonivor to'rmushasi sog' ekan. O'sha jinday orqasi dumini urib qo'yibdi endi. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Jigar oyoqlari yaxshimi, nuqson yo'qmi? Yo'q, yo'q. Taqiga turganda qanday? Taqacham bemalol taqalaveradi, o'tirib olib stolda. Muammosi yo'q, bir qiynash, ha? Yo'q. Ba'zi otlar orqa oyoqni bermasdan jinday qiynaydi-yu. Bosing polvon, bosing. Odamga oxirida yaxshimi? Zo'r biz qarovda, tozaloqda. Ot boqish opoqlarimdan-da, merosga. Shu yoshimgacha men bunaqa xotirjam, haligi esli ot ko'rmaganman-da. O'zimizda, misol uchun o'zimiz biyalarni tug'diramiz. Yoshligidan buni olganmiz endi. Toyligida kelganda, adashmasam, Hoji aka hozir 7 oyligida kelgan deyishdi. Shunaqami? Shunaqa 7 oylik. Polvon aka qaytarib qo'ying. Qaytarib qo'ying. Jonivor. Mana akalarim. Yiqilish ham oson bo'lganda buni paytida. Ko'z tegmasin. Lo'mbillar ketdi. Jonivor. Bo'ladi, ko'p qiynamang. Akalar, savlatga nima deymiz? Alloh xayrli qilsin. Har bitta otga qiziqqan insonning uyida hozirda shunaqa polvon ot bo'lsin akalarim. Polvonligiga so'z yo'q. Chindan-da polvon akalar. Bu 175 nari berdi ishdi. Yoshi inshaalloh bahorga chiqib 6 yosh. Allohu alam endi 26 ga o'tdik. 20 ni qulunida shunda. 6 yosh bo'ladimi bahorga? 5 mi? Yo'q, 6 yosh bo'ladi. Bahorga 6. Mana akalarim, bu xullas ma'lumotlari yaxshi ekan, sababi otalarning aytishlari bo'yicha 7 oyligida kelgan ekan akalarim. O'sha qulunligida kelgan ekan. Otni yurish turishi shu tomonga bosin-da, sekin bosingman, qadam bosishini ko'rsatmay qaytaravering. Bosavering aka. Mana akalarim. Endi uloqlar sezon oxirlab qoldi akalarim. Menimcha bir 15 ta kun, 20 ta kun minib shu ro'za oyi boshlangunicha bitta yarim uloqqa solib tekshirib olsa bo'ladi. Jigar borishlari qanday uloqqa? To'daga kirishlari? Xolasi videolarim bor.
Dalillari bormi? Ha, tashlab beramiz videolarini. Uylari bor, maralar qilasizda. Ko'rsatmasin. Buni endi nima deymiz jigar? Ish bilan bo'lib bu yil berolmadik. Vaqtimiz ham bo'lmadi. To'g'risi polvonlarga berib boqtirgan sharoit ham bo'lmadi. Bu yil ishlar ko'payib. Endi sabab bo'lish kerak-da har narsaga. Ha, ha, ha. Akalar mana shuncha joygacha kelibdi, faqat boquvi zo'r. Akalarim xudo xolasa mana oti turishi, formasi, oyoq qo'lida nuqson yo'q ekan, xudo xolasa muammosi bo'lmasa iloyim. Tanasida, sog'ligida muammosi, uloqda muammosi bo'lsa bexijolat-a? Ha, bexijolat. Birovi kuydirishi yo'q. Bu yo'q. Ko'rsatmasin. Buni nechi pul aytamiz endi Bekzodjon? Bir kelishtirib, o'ziga moslab savlatga tushadigan qilib. Endi otga tushunadi aka. Paytida ancha baland narxlarga ham berilmadi. Hozir endi dadam mana shu 20 ming deyapti-da endi. 20 ming dollar. Ha. Kami bor. Qani xudo xolasa ustida gaplashamiz. Xayri barakasi borda, endi sunnatiga kelishamiz-da. Akalar, aytilishi 20 ming dollar, xudo xolasa baribir xayri bo'ladi. Inshaalloh kelib, otni kelib minib ko'rsin jigar, ha? Ha, xudo xolasa. Ustida gaplashaveramiz narx-navosini. Ana akalarim, xudo xolasa kelib minib, polvonni olib kelib mindirib. Endi buni uloqqa solib ko'rishga to'g'risi gap hozir bo'lmaydi akalarim, sababi juda eti baland. Jonivor birinchi o'rinda ko'proq minish kerak. Bosavering aka, ko'proq minib, sal etini qotirib akalar. Bitta-ikkita yengil bir kirdi chiqsin, tekshirib olishga solib ko'rsa bo'laveradi. 40 dan ortiq marrasini videolari bor deyishdi. Ishonchli deyishdi akalarim. Xudo xolasa o'zingiz uchun kelib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Biz boricha ko'rsatdik. Xato kamchilik uchun uzr akalarim. 20 ming dollar. Xo'p, balandligi 1.75, xo'p, yoshi inshaalloh o'sha 6 bo'lib hisob 20 ni qulini ekan. Polvon aka qaytib qo'y. Shunaqa otga qiziqqan akalarimga video jo'natib qo'yamiz akalar. Zotini endi bilgali yozib qo'yaramiz. Manimcha zotida shu rossiyskiy zot bor. Qo'shqovoqlari, ammo belini yo'g'onligi, mahkamligi o'ta polvon aka akalar. Ko'rishguncha xayr.